Mana qarang-a, siz agar faqat Xudoni ko'rayotgan bo'lsangiz, siz Xudodan boshqa hech kimni ko'rmaysiz. Agar faqat Xudoni ko'rayotgan bo'lsangiz, siz hech qanaqa shaklni ko'rmaysiz, siz hech qanaqa odamni ko'rmaysiz. Agar siz shaklni ko'rayotgan bo'lsangiz, agar siz odamni ko'rayotgan bo'lsangiz, siz Xudoni ko'rolmaysiz. Hammasi Xudo, Xudodan boshqasi yo'q. Shu tana orqali namoyon bo'layotgan Xudo, shu shakllar orqali namoyon bo'layotgan Xudo, shu hozir shabada orqali namoyon bo'layotgan Xudo, shu qimirlayotgan simlar orqali namoyon bo'layotgan Xudo, shu qushlarni chiriklashi orqali namoyon bo'layotgan Xudo, shu sharaqlayotgan eshik orqali namoyon bo'layotgan Xudo, shu ovoz orqali namoyon bo'layotgan Xudo. Xudodan boshqasi yo'q bu yerda. O'zini o'zi taniyotgan Xudo, o'zi bilan o'zi suhbatlashayotgan Xudo, o'zini o'zi anglayotgan Xudo. Xudodan boshqasi yo'q. Faqat Xudo bor. La ilaha illalloh deysiz-u, yana menam bor deysiz. Qani bu yerda siz? Qani Xudo bilan sizni chegarangiz? Siz aytayotgan Xudo unaqada 99%likka Xudomi? Uni sherigi bo'lib siz ham bormisiz? U qanaqa Xudo? Agar hamma narsani egasi bo'lmasa, u qanaqa Xudo? Faqat Xudo bor. Xudoga hech qanaqa sherik kerak emas. Nimaiki bor bo'lsa hammasi Xudo. Hamma narsani qamrab olgan, hamma narsa orqali, barcha shakllar orqali namoyon bo'layotgan, shu tana orqali namoyon bo'layotgan, o'zini o'zi anglayotgan Xudo. Xudodan boshqasi yo'q bu yerda. Bo'lmaganam. گفتم چگونه از کجا گفتی که تا گفتی خدا گفتی که درمانت دهم بر هجر پایانت دهم گفتم کجا کی خواهد این گفتی صبوری باید این گفتم مرا مستی